Dilshod aka, Turkiston aviy loyihamiz qurilishlar oxiriga yetib qolibdimi? Haqiqatan ham AVB bloklarimiz tugallanish jarayonida. Lekin xonadonlarimiz ham oz qolgan bu loyihada. Dilshod aka, bo'lmasa obunachilarimiz birgalikda qurilishlarni ko'rib chiqamizmi? Ketdik. Mana bu A blogimiz. A blogimizda 140 ta xonadondan iborat bo'lib, hozirda akfa romlari va fasad ishlari tugatilmoqda. Xonadonlarimiz xonalarga ajratilgan. Akfa eshik romlarimiz ham eng oxirgi rusumdagidan qo'yilib va 2 qavatli oynadan iborat. Pol qismi to'laqonlik silliq qilib steyajga qilingan. Elektr ishlari ham xonadonlarimizga to'laqonlik montaj qilinmoqda. Ha, aytgancha V blok qurilishlarimiz ham olib borilmoqda. Bu esa B blok. Ushbu blokimiz 112 ta xonadondan iborat. Hozirgi kunda fasad ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Ushbu loyihamizdan siz muddatli to'lovga xonadon xarid qilishingiz mumkin. Yoki 100% naqd to'lov evaziga 22% chegirma asosida uy xarid qilishingiz ham mumkin. Bemalol sotuv ofislariga tashrif buyuring.